Hammaga salom. Bugun judayam kutilgan o'sha kun keldi. Men judayam kutgan kun. Videolarimda ham ko'p aytib turuvdim sizlarga. Nima aytib turuvdim topinglarchi? Men uzun haligi videoda deb turuvdimki, uy hayvoni olmoqchiman deb turuvdim. O'sha kun bugun uy hayvoni olishga pet shopga boramiz. Rosa xursandman shuning uchun. Pet shopga boramiz. O'zimga kuchukcha yoki mushukcha olmoqchiman. Chunki uyda bitta o'zim yashaganim uchun juda zerikarli. Shuning uchun kuchukchami yoki mushukchami olamiz. Shuning uchun pet shopga boramiz. Pet shop inglizcha yaxshi tushunmaydiganlar uchun, kichkinalar bo'lsa agar, hamma uchun aytmayapman. Pet uy hayvon degani shop, market, magazin, market, pet shop. Pet shopga boramiz. Biz unda tezroq uydan chiqaylik. Telefonim esimdan chiqmasin. Hozir sumkamdagi kartam, qishnarmam esimdan chiqmasin. Unda pet shopda videoni boshlataman. Biz pet shopga yetib keldik. Hozir pet shopga kiramiz va so'raymiz qanday qilib uy hayvoni olishni. Salom. Salom. Men uy hayvoni sotib olmoqchi edim, ya'ni olmoqchi edim. Uy hayvonlarini ko'rish mumkinmi? Albatta mumkin. Hozir ko'rsataman sizga. Xo'p. Keling baqa. Qaranglar, bayda mushukchalar bor ekan, shirinligina. Mushukchalar bor ekan faqat. Xohlaganingizni tanlaysiz, ularni tibbiy ko'rikdan o'tkazamiz, keyin pasportlarini chiqaramiz. Ya'ni sizniki bo'lishi uchun pasport, imzo, shunaqa qo'l qo'yish, shunaqa narsalar. Siz xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. Tevadagi qavatimizda ham kuchukcha, mushukcha hamma uy hayvonlari bor. Xohlaganingizni tanlagandan keyin meni chaqirsangiz bo'ldi. Xo'p. Qaranglar, hammasini shirinligini. Lekin menga mushukchalar unchalik yoqmaydi, menimcha. Ko'zlari juda g'alati qarayapti. Bayni ham qaraylik. Bilmadim, menimcha mushukchalar. Tepaga ham chiqib ko'ramiz. Tepaga chiqqanda hozir ko'rsataman. Ikkinchi qavatga keldik. Oldin bu tarafni ko'raylik. Bu tarafda cho'miltirishar ekan uy hayvonlarini, ya'ni ularga qarashar ekan. Tepada ko'rganinglarda hayvonlar uchun tish yuvish, shampun, shunaqa narsalar bor ekan. Bayda ularni sog'lig'i tekshirilar ekan, masalan, kasal bo'lsa, bayda bayga olib kelar ekanmiz. Ha, bu to'g'ri, kasal bo'lsa, biz qaraymiz. Ha, shunaqa ekan. Narigi tarafga ham qaraylik. Voy, mana uni kiyimini shirinligini qaranglar. Necha shirin kiyintirib qo'yishgan bularni. Bitta buni. Oy, bayda to'tiqush. Qushlar bor ekan. Bayda ham bitta mushukcha, bu ham shirin. Shirin mushukcha, bayda yugurishyapti. Wow, bu ham shirin ekan juda. Bayda o'yin joyi ekan, bayda boshqa hayvonlar o'ynashi mumkin ekan. Buni qaranglar, shirinligini. Buncha shirin. Bu ham meni yaxshi ko'rdi.
Men buncha buni olaman. Ay. Hozir kamerani o'rnatib olay. Sumkamga bundan o'rnatib qo'ysam ko'tarolmayapman. Aziz to'xtanglar, sizlarga Baxtar opamni ko'rsataman. Baxtar opda tovuqlar bor ekan. Tovuqlarni kiyintirib qo'yishganini qaranglar. Ay! Olovli bunisi siyoh rang kiyinibdi. Ebayda aravali buzoqcha bor ekan. Buncha shirin bu. Ebayda eshak bor ekan. Tepada ko'ryapsizlarmi? Echkimi deydi ularni? Tog' echkilar deydimi? Echkilar bor ekan. Ular ham juda shirin. Men buni olaman, shuning uchun hozir so'raymiz va tibbiy ko'rikdan o'tkazib pasportini chiqaramiz. Qaytgancha keyin bunga shampun, narsalar, boshqa narsalar olamiz. Ovqati gapirolmadim. Ovqati, suvi emas, suv, bir xil suv ichadi menimcha. Haliginaqa nimadirda. Shunaqa unga kerakli vitamin dorilarni olamiz. Kelinglar. Tanladingizmi? Men buni olmoqchiman. Hop, tibbiy ko'rikdan o'tkazamiz unda. Kel. Seni bayga olaylik. Bunga nima bo'lgan ekan? Shunchaki biroz kasal, toshma toshgan, shuning uchun. Ha. Kesani yuragini eshitib ko'ramiz. Voy. Juda yaxshi. Ke. Quloqlaringni ko'ramiz. O'tir. Sen bayga o'tir, uncha menga qiyin bo'lmaydi. Juda yaxshi. Men sizga bu har kun o'zi hamma hayvonlarni ko'rikdan o'tkazamiz biz. Har kun, har kunlari bor, har 3 kunda hammasini navbat-navbatdan ko'rikdan o'tkazamiz. Men sizga bu kuchukchani ichadigan vitaminlarni beraman. Pastdagi narsadan sotib olasiz. Xo'p. Mana buni vitaminni har kun ertalab nonushtasini qilgandan keyin ichirasiz. Hozir kameram o'chib qoldi nimagadir. Zareti tugamagan ekan, lekin menimcha bosib yubordim, o'chib qoldi. Qizatyapti turuvdi mana sumkamda. Bu vitamin ekan. Boshqa narsalar ham oldim. Hozir bayda ko'rsatyapman. Bu tishi uchun cho'tka. Bu tishini yuvish uchun pasta. Bu shampuni. Bu ko'zi uchun dori. Bu nima deydi? Namlantiruvchi. Oyoqlariga narsa qiladigan, surtadigan, bu ko'pirtiradigan shampuni bilan. Shularni oldik. Keyin hozir yana baydan pasport chiqarayotganda bu yeydigan narsalardan ham olamiz. Kelinglar. Bu bayda turibdi, so'ng qo'lim juda og'ir narsa bo'lib ketdi. Bas. Tanlab oldingizmi? Tanlab oldim.
Unda rasmga olib pasportini chiqaramiz. Xo'p, siz qo'l qo'yib berasiz xolos. Qani kechi? Tushib tursan. San pasporting chiqqan. Kuchukchangizni pasporti tayyor, hozir beraman. Rahmat. Mana siz pasportingiz. Rahmat. Navbat saniki. Qani? O'rtada turmishing kerak. Yaxshi tushmabdi boshqatdan. Ana. Sizlarning pasportinglar shu yerda. Siz pastiga qo'l qo'yasiz, hozir keling. Kichikchaganingiz uchun sertifikat. Mana. Buni ham olib ketishingiz mumkin. Rahmat. Bunga to'lov qilamanmi? Yo'q, bunga to'lov qilinmaydi. Bayda olingan tish cho'tka, pasta, shampun, vitamin ularga to'lov qilinadi xolos. Bitta vitaminni bekorga berish kerak edi. Ha, uni berishdi. Ha, vitamin bekorga beriladi. Oling. Sizni kuchukchangizga yeyish uchun qaysilarni tavsiya qilaman? Sizni kuchukchangiz uchun hali kichkina. Buni tavsiya qilaman. Kuchukchangizga buni tavsiya qilaman. Ham kichkinaligi uchun, ham bu vitaminlarga boy, yaxshi. Endi shuni olamiz. Mana bundan ham kuchuklar uchun yashil sabzalilarni bular ko'p yeyishadi. Buni ham buni olganingiz uchun o'zi buni biz bekorga bonus qo'shib beramiz. Rahmat. Biz uyga ketyapmiz hozir. Balki yo'ldan biror nima olamiz. Men o'zi yotoq olishim kerak edi bunga yotish uchun. Oldim, zakaz qildim. Internetdan oldim. Uni kelishini balki kelgan bo'lishi mumkin. U syurpriz bo'ladi hozir sizlarga. Unda biz uyga boramiz. Biz uyga keldik. Past ovozda gapiryapman chunki uxlab qoldi. Aslida bu tashqarida turadigan kuchuklar uchun emas edi, lekin ilgariyam uyimda bor edi. Narsalarni tashqarida o'tirish uchun ishlatardim. Men buni zakaz qilgan edim aslida, lekin bunga chiqdi, lekin bunda uxlab qoldi. Boshqa olgan narsalarimni ko'rsatay. Bu biz olgan narsalar. Buni zakaz qildim. Suv va ovqat turadigan bu avtomatik ovqat joyi tushadi vaqt soatida. Uyda bo'lmagan vaqtlarda to'p shunaqa. Keyin o'choq suyak oldik, to'p oldik va baliq oldik. Bularni o'zi tanladi. Bu internetdan zakaz qilganlarim shu va bu. Videoni oxiriga keldik. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.